Ye dada. Talat bolam. Maşallah. Ukajon yaxshimisan? Aka. Bolam eshik. Shu ukang Toshkentda bir hafta saniga turib tursin. Men onang bilan bir hafta dam olishga borib kelay bolam. Mayli dada. Bo'pti, o'zing Qishloqda salom ayting dada. Bo'ldi, men bir hafta. Ukajon, uyqung kelgan bo'lsa, mana xona ichiga kirib uxlasang bo'ladi. Biz yangang bilan spalniyada uxlaymiz. Yo'q. Alo dada. Akam bilan kelinim spalniyada o'tirar ekanman, anu katakchada kichkina xonachasida. Endi shuni ham aytasanmi? Sharoiti yaxshi uxlanyapti. Endi bir og'iz aytay. Ani pishak boqardi-yu, o'sha yerda yotaman ekanda. Pishak boqmaymiz, yaxshi xona u. Dadam bir og'iz aytgan degan, shuning uchun aytyapman. Dada. Bu akam biron marta oyimga tilla uzuk berganmi? Bu xotin qulis xotinchasiga karter tilla uzuk beryapti. Ha, ko'zim bilan ko'rdim karterniki. Xo'p, dada, oyligimni olishim bilan sirasi pul jo'nataman. Hozir o'zimda ham yo'q-da, oyligimni kutib o'tiribman. Aya dadamga ayting ishonmasin. Kecha buncha oylik olgan xotinchasi charaqlab sanab o'tirganini ko'rgandim. Juda yomon bo'lyapti buning aya. Dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz borku, fason bo'lib kiyim olib, ana qumoq qushi borku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nima kelganini o'zi bilib sizga aytaman, dada. Dada, kechki soat 1 ana ikkalasi xingillab Ispaniyaga kirib ketishdi. Nima qilishayotganini ko'rib aytaymi? Ha, bilasizmi nima qilishayotganini? Ya, bo'ldi. Kallamga kelmabdi. Lekin kelinim kecha shunday ayamni yomonladi, ayasiga telefon qilib. Hamma bilmagan ekanmiz bu kelin dada.